Assalomu alaykum azizlar, yurtdoshlar, vatandoshlar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar, yurt sog'inchini, vatan sog'inchini, oila sog'inchini musofirdan so'ra deyishgan ekan. Bir she'r yozdim, ichimdan keldi va hamma bilan bo'lishgim keldi. Va biz ixlos qilgan, ilhom olgan ustozlarimiz eshitib, xato kamchiliklar bo'lsa to'g'rilab, ulardan ham bir eshitishni xohladim. Abror akam, Muxtor Ali, Xayrullo aka, Hamidov, Abdukarim Mirzo akamiz, Muhammad Ali Eshonqulov, onlayn ustozlar shaxsan tanishmamsa ham. Xo'p, men boshladim. Bismillah. Nega men? Nega men Abu Bakr bo'lmadim? Butun ummatdan og'ir bo'lgan iymon pallasi. Nega men Umar bo'lmadim? Eng oliy bo'lgan adolat qamchisi. Nega men Usmon bo'lmadim? Hayo qilgan hatto nur farishtasi. Nega men Ali bo'lmadim? Layn shayton fitnasining buzg'unchisi. Nega men Bilol bo'lmadim? Ka'bada nasib etgan ummatning eng birinchi azonchisi. Nega men Ukkosha bo'lmadim? Qamchingiz menga tegdi deya sizni kelgan quchgisi. Nega men ashob bo'lmadim? Kelgan jannati deya bashoratchisi. Bilsam bo'libman eng sharafli ummat. Hatto ba'zi payg'ambarlar havas qilarmish oxir qiyomat. Gar loyiq yashasam, shafoatchim aniq Muhammad sallallohu alayhi